tufta narsa degandim, yomon narsa degan edim. Xitoylar olib keluvdi, hozir sotishga taklif qilib. Tekshirib ko'ring deydi. Post tekshirib ko'rdim, o'zingizlar bahosini berasizlar, sepishi. Ichida har xil nasatkalar bor ekan, to'g'risi ishlatib ko'rgancha men yomon baho bergandim, hozir qarang. Mana shunday qarang, funksiyasi, keyin kattarog'ini qilaman. Kattasi. Bitta tochkaga beradigan, tepaga qarab. Qanday tepaga berish keladi? Tepaga zo'r teparmikin? Sochib berishni qarang. Tochkaga beradi. Xullas, mana bitta har xil funksiyalari bor ekan. Ishlatib ko'rgandan keyin men bildim, mana bu dori sepishlarga, daraxtlarga mo'ljallangan mana bitta funksiyalari bor ekan, zo'r bo'lar ekan. Pochkasining ichida mana bunaqa pena bachog'i, zaryadka bilan ishlaydi. Mashinaga uyda yuvsa bo'ladi, pena sevib turib tozalab olsa bo'ladi menimcha. O'zi proshinroq.